Siz qamalgan ekansiz. Nima sababdan qamalgan? Bizga qattiq bosim qilishibdi. Ikkita ayolli videosi ham bor. Mana shu xonadonga olib kirib qo'yishgan. O'zingiz qurganmisiz? Ha, o'zim qurganman. Bular egallab olishdi. Egallab olishdi. Ayollarni olib kelib. Ayollarni olib kelib, Google'dan ko'rsa bo'ladi imoratni. Bular Google'dan o'lib, Google'dan o'lingan imoratni chisla yilini ruchkada yozib qo'yishgan. Ruchkada. O'sha holatda meni qamatishgan. Demak, Google Earth'dan noto'g'ri soxtalashtirib, olib kirishgan ekanda. Chistasini qo'lda qo'yishgan. Kimni kirgizmayapti hozir sizga u yerga? Bizni kirgizmayapti. Sizni kirgizmayaptimi? Kirgizmayapti, ha? Va meni ham kirgizmadi, bularni ham kirgizmadi. Kirgizmayapti. Yozilgan bo'lsa, quluplaydi, ketadi. Kechqurunlari soat 2-3larda mana videolari bor. Anadan tomga chiqadi. Tomga chiqib, anaqa yugurlaydi. Soat 2 kechqurun. Mana video nechida o'lingani ham bo'ldi. Aqrab yugurlaydi, baqirib, "Amma voydod" deb baqa chiqardi. Nima bo'libdi deb chiqardi. Mana hozir yana qo'ni qo'shniga kiryapmiz. Bu yerdan ham so'raymiz. Qo'ni qo'shni biz tinch yashash yo'qda. Qachon qarasam bu yerda odam to'plangan. Buni bir yechimini tezroq topilsa, sal mahalla ham tinchroq yashaydi. Bular ham mana achaga yaxshi bo'lasan bilan. Ichki ishlar, ashida katta-katta tenishlar bor ekanda bu bolani. Demakki biz 102 qilsa, bitta uchastka kelmaydi. U 102 qilsa mahalla to'lib ketadi. O'rmonzor bo'lgan. Biz kelin bo'lganimizda achalar rostalik naqa qilishardi. Xarob holatda, kiyimlari iflos holatda yurardi. Bular kelib oq yuvib, oqtaban ayollari, tinchollari sog' bo'lsin. Viloyat sudini ko'rdim, munosabatini. Mana bu videoda chiqgan bola umuman da'vogar emas ekan. Nimaga unaqa video qilib chiqyapti? Mana o'z xohishingiz bilan bularga sovg'a qilganmisiz? Mashinaga bitdi, mashina ko'maydi, boqadi. Men yana bitta narsa aytaman. Bu Shamsiyev Nozim ikkita joyda prepiskada turibdi-da. Shu mumkinmi ikkita joyda prepiskada turish? Bitta beyda turibdi, bitta u anaqada turibdi, Novoy ko'chada turibdi. Ikkita joyda prepiskada turibdi-da bu bola. Vaqtincha emas, doimiy turibdi-da. U prepiskada ishlaydigan odamlar buni tanishimi yo KTD'dasimi? O'shanga ham tushunmaydi-da biz. Hozirda sud ketayotgan, ya'ni sud qarori chiqmagan, boshqa bo'lmagan, lekin biz sud ishiga, prokuratura ishiga umuman aralashmoqchi emasmiz. Ommaviy axborot vositalarida qonunda ham yozib qo'ygan bu bo'yicha. Aspek Hibotor YouTube kanalida, ya'ni sud bo'lmasdan oldin qaror chiqqan degan mazmunda video chiqqan. Ular birinchi tomonni eshitishdi, biz esa ikkinchi tomonni eshitamiz hozir mana. Sobitxon aka. 1 minutga aka. Assalomu alaykum aka. Sizlar hozir yaxshi videoga olyapmiz, ogohlantirib qo'yamiz. Ya'ni Aspek Hibotor jamoa videosi bo'yicha sud bo'lmasdan oldin qaror chiqqan degan. Xuddi o'sha sizsiz, to'g'rimi? Ha, menman. O'sha bo'yicha keldik. Hop. Nimalar bo'lgan o'sha to'g'risida batafsil gapirib bera olasizmi? Gapiraman. Ibor o'kirayli yuringni. Qo'ydi anaqasi. Ketdik. Batafsil. Hozir mikrofon taqib qo'ying aka sizga. Mana bo'ldi aka. Hop, ismingiz? Sherzod Islom aka. Hop, yaxshi kelibsizlar. Hop, nima bo'lgan aka? Bizni mash xonadonda ikkita achaga men 2000-yildan 26-27-yildan beri qarayman. Bu achalar yakka yolg'izda turishardi, hech kim yo'q edi. Bu beda bino inshoot bo'lmagan. Mana shu 3 xona o'yi, mana shu 3 xona o'yimizni mahalla yordamida qurganmiz. Mahalla biladi, ustalar bor, hammasi tayin. Keyin bu achalar dedalar 76-yilda o'lib ketganlar. 68-yilda anaqalar okalar o'lgan ekanlar. Bu yerda hech kim bo'lmagan, bu qarovsiz qolib ketgan. Shular o'ligim ham, tirigim ham seniki deyishgan sababdan men bularga qarab yurardim, oila a'zoyim bilan. Opa-singillar turmushga chiqishmagan, qarovchi hech kim bo'lmagan. Shu sababdan meni o'zlari xohishlari bilan chaqirishgan. Kelib, masalan, jiyanimsan, boshqamsan, mana shu yerda meni churog'im yoqib qolasan deyishgan. Shu sababdan biz kelib qarab yurganmiz. Bular 76-yildan beri hech kim bo'lmagan, shu sababdan chaqirishgan meni. O'sha davlat mana prezidentimizning qaroriga binoan otalarning nomidagi o'yi, yer mulki o'zlarining nomlariga kadastrlashtirishdi. Kadastrlashtirib, menga qonuniy qilib hadya shartnoma bilan o'tkazishdi. Hadya shartnoma bilan o'tkazishgandan keyin mana bino ishlar, o'shalarning ruxsat bilan bino ishlotlarini qurganman men. Mana yangi kelaveringlar.
Hamma bino inshootimiz yangi, eski emas. Qurgan ustalarimiz hammasi tayin. Mana shu yerda ko'rsataman o'zi. Mana ichini ham ko'rasizlarmi, yo shart emasmi? Ya shart emas, tashqarisidan ko'rdik. Mana. Ayollar bor ekan-ku. Yo ayollar anaqa emas mana. Ha. Ya imorat yangi. Mana oyog'ini so'ganmiz. Mana anaqa imorat so'ganmiz. Baqa ham yuringni, baqni ham ko'ringni. Hozir mana shu nizo qilaverganda yolg'on yapildoq nizo qilavergandan to'xtatib qo'ydi hamma narsani. To'xtatib qo'yganmiz. Bular menga da'vo qilib, jinoyaga berishgan, ariza berishgan 16 xona o'y. 16 xona o'y kadastrda ham, ona planda ham bo'lmaganda. Ha. Noto'g'ri tash anaqa berishyapti-da, ko'rsatma berishyapti. Mana shu imoratlarni o'zimiz qurganmiz. Mehnatimiz bilan mana mehnatimiz bilan o'zimiz qurganmiz. Shuni qo'yib ketdi hozir. Mana ham qurganmiz o'zimiz. Ko'rsangiz Bu tomonda ham bormi? Bu yerda ham bizga qattiq bosim qilishyapti. Ikkita ayol videosi ham bor. Mana shu xonadonga kirib qo'yishgan. Mana ko'rsangiz ular kulguli bu. Hozir ham shu yerda? Yo'q, ketib yubordi hozir. Ha. Bular hozir bitta itib kelib qo'yib bega. Itib kelib qo'yib, urug' kesib ketib shantaj qilishdi bizni. Mana ular ko'rsatma berishdi. Mana ahvolni ko'ringlar, mana shu bizni bino inshoot ko'ringlar. Mana shu ikkita ayol videolargacha bor. Mana. Biz tanimaymiz bularni. Yo'q, hech narsasi yo'q. Ep kelib qo'yishgan. Mana mana shu ep kelib qo'yishgan. Bizga faqat bosim qilish uchun. Bizni qiynatish uchun. Inshootni o'zingiz qurganmisiz? Ha, o'zim qurganman. Bular egallab olishdi. Egallab olishdi. Ayollarni olib kelib. Ayollarni olib kelib. Bu ayollarning oldiga kechasi har kuni kelib chiqib mana darvozamizni bitta zamoga yo'q tashlashdi. 3 marta qo'yib olib tashlashdi. O Shamsiyev Nozim degan bolani yonidagi odamlar kelib olib tashlagan. U kechasi ham kelib aylanaveradi. Mana xalq biladi, mahalla biladi, beyda. U kechasi xohlagan paytda keladi, xohlagan paytda ketadi. To'g'risiga aka, men videoni ko'rdim. Hozirda sud ketayotgan, ya'ni sud qarori chiqmagan, boshqa bo'lmagan, lekin biz sud ishiga, prokuratura ishiga umuman aralashmoqchimasmiz. Ommaviy axborot vositalarida qonunda ham yozib qo'ygan bu bo'yicha. Etiketka deb hammasini polni qonuniy qilib yozib qo'yilgan, lekin biz ikkinchi tomonni o'rganmoqchimiz. Shu bo'yicha umuman sud ishiga aralashmoqchi emasmiz. Aka, menga bitta qiziq narsa, acha sizni jiyanimni mana shu joylarni berishga nima sabab bo'lgan? Sabab bizni uyimiz yaqin bo'lgan tug'ilgan xonadonim, mana shu yerda bir 40 metr masofa. Shu yerga chiqib, mashinalarni oldida yurardim hech kim yo'qligidan. Shular meni yaxshi ko'rishadi. O'shanda ham o'ligim ham tirgim ham seniki o'ligim ko'chada qolmasin deyishadi. Shu sababdan 2003-yilga kelganda bularning o'sha yerda 3 xona o'ylari o'g'anab ketdi. Yashagan joy yo'q. Imkon yo'q. Shuni o'zim shularga yordam berib, boshqa qilib mahallani chaqirib, shu ko'pchilik ana qo'shnimiz bor, Ibrohim aka bolalar, Saidullo aka bolalar, O'limboq rahmali o'lib ketdilar. Ana yerda Vahab boka usta bolalar, o'sha ustalar bilan birgalikda qurdik. Mahalla yordam bergan 3 xona o'yiga. Achalarga yashashgan. O'shandaki meni nimagadir yaxshi ko'rib qolib, boshqa qilib, men o'ligim ham tirigim ham seniki deb bular o'shandan qarab yurdim. Achalarni endi yoshlari turmushga chiqishmagan, farzandlari yo'q. Shu o'zlari xohishlari bilan menga berishgan. Mashayni. Ungacha o'tda nizo bo'lmagan, qog'ozimiz bor qo'limizda nizo bo'lmaganligi to'g'risida, boshqa to'g'risida. Xuddi shu masala bo'yicha, aka, siz qamalgan ekansiz. Nima sababdan qamab qo'yishdi? Meni tergovchi hech narsadan yo'q, xabarim yo'q, chaqirdi. Qo'lingizda hujjatini olib keling dedi. Pasportingizni olib keling dedi. Ikkinchisida 2 kundan keyin ikkinchi chaqirishda meni aka dedi, siz noqonuniy o'y joylarni buzib tashlagan ekansiz, birovga tegishli u bu deb turib, bahona qilib turib, meni olib kirib qo'ydi. Ega. Mana shu advokatlar boshqa bo'lib chiqdim, oq baqa chiqdim. Endi men keyin o'rgansam Shamsiyev Hamdilla, mana Shamsiyev Nozim jiyani bilan birga ikkalasi bizni qurgan bino inshootimiz, 16 xona inshootimizni buzib yo'q qilib tashlagan. Bizga ziyon yetkazgan deb 765 million pul chiqarib qo'yibdi. Endi mana hozir sud jarayonida ko'rib chiqilyapti. Meni bo'ynimga o'sha aniqlanmagani uchun 513 million pul qo'yilgan haqiqatdan, aniqlanmagani uchun. O'sha bino yo'qligi uchun, pul ana bo'lmagani uchun 513 million pul 2 yil qancha ham aytib berishgan. Qachon davlat xohishiga bilan o'zining xohishini davlat ishiga kirsan deyishdi. Bu shuni ustidan apellyatsiya berdik. U bino qayerda edi hozir? Bino yo'q binoda. Yo'q, qaysi joy? Shu joydami yoki boshqa joydami? Yo'q, bu yerda bino bo'lgan. O'sha bu yerda. Endi 57-yilda 58-yilda qurilgan bino bo'lgan, paxsadan bo'lgan. U paxsadan o'zi o'g'anab yo'g'ib ketgan jara yomg'irlarda, qadimda bilasiz beton quyilmagan bo'ladi. Bo'ladi. Endi shuni yuzasidan menga bu
yolg'on qilib bu bola meni ep kitirish. Mana ko'zi sudda ham kiritdik. Hali advokat savol bersa javob bermayman, radiya beraman deb yuribdi. Ana yozib qo'yilgan debdi. Yo'q narsa. Endi davlat kadastrdan surishtirsangiz, ep kelsangiz ham, bu yerda 10 planda 16 xona uy bo'lmaganda. O'shaning uchun mana qo'ni qo'shnilar hammasi meni qamab qo'ygani hayron. Qanaqa zabiyda 16 xona uy bo'ladi? Nima sababdan seni qamab qo'ydi deb hamma ishonmadi bunga. Hozir holatda, misol Google'dan ko'rsa bo'ladi imoratni. Bular Google'dan olingan imoratni chisla yilini ruchkada yozib qo'yishgan, ruchkada. O'sha holatda meni qamatishgan. Endi bizning advokatimiz haqiqiy kompyuter pechatini bilan olib chiqdi. U yo'q narsa-da. Eski imoratlar. Demak, Google Earth'dan noto'g'ri soxtalashtirib, olib kirishgan ekanda demak. Chistasini qo'lda qo'yishgan, ha. Chistasini ruchkada yozishgan. Bu bo'yicha qandaydir javobgarlik bor. Sud ketyapti hozir. Mana shu yerda qayda bino bor desangiz, tergovchi kelib o'sha qildi, mana debdi, aynan ayta olmadi. Sudda ham bilani, xo'p, siz qanaqa imoratdan, haligi mana qurilish materialidan imorat solgansiz desa ayta olmaydi. Qurilish materiali, qurilish materiali yozib qo'yilgan. Javob yo'q. U aytgan 16 ta bino inshoot qaydan uncha tikilgan? Biz bilmaymiz qaydan tikilayotganini. Mana o'sha sud jarayoni ketdi. Shunda so'roq savol bo'lganda ham 16 xona uy kadastrdan chaqirilsam, ona planda ham chiqmadi-da, 16 xona. Aka hozir mana bu joyga siz uyingiz qulib bo'lsa ham kirib, ya'ni ikkita xotinni olib kelib o'tkazib qo'yishibdi. Nega bu bo'yicha 102 ga qilib yoki qandaydir chorasini ko'rmaysiz? Biz 102 qilsa biz uchastkoga kelmaydi. O'g'lim ham telefon qilgan, bundan kattaroq ham telefon qilgan. Kelmaydi. Boshqasini jo'natish mumkin. Yaqinda mana bizni svet 2-3 kun yulib tashlab boshqa olib ketdi. Biz qo'shni uydan svet foydalanayotganmiz. 20-dekabr kuni nohaq tomga chiqib kechasi sho't qo'yib, ashi bog'larni olib kelib kestirib tashlagan. Hammasi kamerasi bor. Olib qo'yganmiz. Hozir menga yana bir narsa qiziq. Viloyat sudini ko'rdim, munosabatini. Mana bu videoda chiqgan bola umuman da'vogar emas ekan. Nimaga unaqa video qilib chiqyapti hozir? O'shanga men ham hayronman, nimaga chiqibdi u? Aslida da'vogar kim? Da'vogar Shamsiyev Hamidali degan odam. Chol. Soqoli mashinga tushgan chol. Kim bo'ladi ular? Bu achelani mana ikkita Shamsiyeva Rahimaxonni, Shamsiddin va Salimaxonni 69-yilda 68-yilda o'lgan okalarning farzand. Bu bola dunyoga kelib ajrashib ketgan ekan. Bu yerda yashamagan u bola. Aka-ukalarning o'g'li farzandlari ruxsat kerak ekan, kerakmas ekan. Kerakmas ekan. Otadan qolgan farzand ko'targan. Otadan qolgan farzandga. Nevara, chevara o'tmas ekan. O'tmas ekan. Yo'q, o'tmas ekan. O'sha sababdan bular o'zlarining nomlariga olib, otalarining o'ylarini keyin menga hadya shartnoma qilib berishgan. Bu achigan aka-ukalar bormi hozirgi kunda? Aka-ukalar yo'q. Hozirgi kunda yo'q. Hozir bir dona qoldilar xolos. Hozirgi kunda bizga aka-ukalarni bolasi talab qilyapti. Meni dedam deydi, uy-joy bor. Endi rahmatli Usmonov Habibulloh bo'lgan ekanlar, shu da'vo qilgan cholli dedalari shu ajrashgandan keyin bular onalari o'qituvchi bo'lgan ekanlar, huquqshunos. Ajli talab qilaverib, element o'lib yeb, Telemon ko'chasidan Opoda rahmatli o'g'illari bilan o'lmasdan oldin ajrashib ketganda uy-joy qilib berishgan ekan. Hammasini mana o'zi mahallaga qo'ni qo'shnilar hammasi biladi. Buni to'g'risi hammasi bor. Bo'ldi aka, eshitdik oz bo'lsa ham rahmat. Achan oldinga kirsa bo'ladimi? Ko'rsa bo'ladimi? Ha? Kelam. Kiraversin. Mana mashin turadi, ammo mana qistirib qo'yaman, ammo ovoz yozadi. Assalomu alaykum. Zoomsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zoomsiz. Mazangiz yaxshimi? Tinchmisiz? Acha, mana bu bo'yicha keldik biz. Bu bo'yicha nima bo'lgan? Ishni tilash kerak. Assalomu alaykum. Bularning quloqlari vazmirroq, eshitmayli. Menikida eshitadi xolos. Sotda ham o'zim tarjima qilib berib turganman-da. O'zim tarjima qilib berib tursam bo'ladimi? Ha, bu albatta bo'ladi. Qara. Hozir mana bu talashgan, bu sizlar bilan mana bu aka bilan talashgan odam ismi kim u? Hamidullo. Ha, kim bo'ladi bularga so'rangchi? Hamidullo kim bo'ladi sizga? Jiyan. Jiyan bo'ladimi? Uka bo'lmaydimi u? Yo'q. Bu o'ylarni qilguncha ishonmasizlar. Men gapsam, gapimga quloq solmasizlar. Men ukam gapirsa, burada chiqatina qilib sotlar qilgan. Chiqarib ichida qolib ketdi, o'lib ketdi. Dadam bo'ldi kelmadi. Onam bo'ldi kelmadi. Okum bo'ldi kelmadi. Senim bo'ldi kelmadi. Bu komani yaqinda uyam o'tib ketdim. İçine gapim bilan. Qani endi. Boshqa gapirib bersa, hozir. Yig'lamasizlar. Men yig'lardim-ku. Voy, ochib bersa.
Kişimden 100 yılga özgerim turuptu Ayşe'de. Bilmem nime götür herige. Keç kuru saat 7'deki gün kere, çotta 5'te yigitile keledi. Kelip epi tuttu. Nima olib ketdi? Koplap nasıl bilmem nime nasıl var, nime nasıl yok. Bilmiştim ama özüm ki uğur içine. Kırgızmaydı. Kırgızmıştı. Kimni kirgizmayapti hozir sizga u yerga? Bizi kırgızmıştı. Sizni Bizi kirgizmayaptimi? kırgızmıştı. Ha? Yo beni ham kırgızmadı, bileni ham kırgızmadı. Kırgızmıştı. Yazılgan bolsa kulüplaydı, ketedi. Yani keledi. Maniki. Anu hajatxonayam maniki. Ayşe. Man qilganman deydi. Hemen seni şu qilgan toshkanda yurib qiladimi? Sobitxon akaga ishonasizmi dedilar. Sizga kim qaritgan dedilar. Mashina qarib yuribdiman-ku. Ha. Nimaga ishonganimdan olib kelib mashina mana yiqilib ketdi-ku. To'g'ib ketdi, tirpoqlab. Hamma kasallik. Oradagi shifondan o'tdim, ko'mlan ekalabdi. Mashina qilib o'tiramiz, yomg'irladi. Kim narsa qildim? Hech kim yordam bermadi. Yordam bergan o'g'il majbur bo'ldim. Mashina qilasan, mashina o'tirasan, o'lsa ko'masan, tirik bo'lsa boqilsa, mashina o'tirdi, vopata qilasan bir vaqt kelganda deb mashinani olib keldim. Mashina qaribdi endi. Bular qachondan boshlab sizga qaraylar? 25 yildan bosh qaradi. Mashina boqibdi meni. Men qayerga bora olaman? Men bitta paqada so'ng olib kelani qo'ya olmayman. Endi 90dan o'tdim mana. Endi yoshimni yashab, o'shimni ashab bo'ldim endi uka. Bu Hamid bilan men o'qimni ham ko'rgan yo'q. Dedamni ham ko'rgan yo'q. Hech qachonlisini ko'rgan yo'q. Men to'y bo'ldimi, boshqa bo'ldimi bilmayman. Bittasini yo'rug'ini ham ko'rgan masala men o'qim. Men o'qim bo'lib ko'rib kelay deb borsalar, abasi qoch uradi. Qoch dedam bu devordan qolibdi. Uradi. Shunaqa yolg'on gaplarni bo'xton qilgan. Men bitam gapiga ishonmayman men bu Hamidga. Men chidamoqdaman hozir. Anu tog'ni ustimi bir metrmanda turib olgan meni temir olib oladi. Dang uradi. Ustimini ko'taradi. Shunaqa hunarlar qildi. Okongalar rozi qilganlarmi? Hamidullo akani, okongalar rozi qilganlarmi? Hamidullo akani? O'sha bitdilar-ku, termoqchi ol boraymi? Ekrani berarlar o'sha. ol borib ko'rsataman. Voy dalislarni narsalarni qilib, mashina haqidan qilib o'shaga narsa qildilar. O'qimlar so'z berdilar. Yo'q deyaveradi hammasi bo'xton hamma gapi. Mana o'z xohishingiz bilan bularga sovg'a qilganmisiz? Mashinaga bitdi, mashina ko'maydi, boqadi. Keyin yaqin tilovat qilib, u narsa qilib, boshqa qilib yuradi. Men ukamga qilyapti hozir bular. Mana bittaman o'zim qoldim xolos uka. Nima qilish kerak? Aka siz kim bo'lasiz bu yerga? Siz o'g'illaraman. Nima bo'lyapti aka jarayonlar? Shu muammo bo'lyapti-da. Bu Majida prepiskada yashaymiz. Siz o'qimni To'raqo'rg'on shahriga prepiskaga o'rishibdi. Siz moshtaga shtrafga tushamizmi? Yo o'qim prepiskaga so'linsa, moshtada shtraf kelsa ham o'qim nomida moshna To'raqo'rg'on shahrida kelib chiqdi-da o'qim. Prepiskaga To'raqo'rg'onga o'rdi. Mana o'lgan ammani ham Yanqo'rg'onga o'rishibdi prepiskaga. Endi yana bitta narsa aytaman. Bu Shamsiyev Nozim ikkita joyda prepiskada turibdi-da. Shu mumkin ikkita joyda prepiskada turish? Bitta beyda turibdi, bitta u anaqada turibdi, Novoy ko'chada turibdi. Ikkita joyda prepiskada turibdi-da bu bola. Vaqtincha emas, doimiy turibdi-da. U prepiskada ishlaydigan odamlar buni tanishimi yo katedadasimi? O'shanga ham tushunmaydi-da biz. Tanish-bilishimiz yo qarindosh urug'imiz Yanqo'rg'ondan yo u Novoy ko'chadan bo'lmasa-da, biz mana shu Loladan Eshoboddan xolos tanish-bilishimiz, qarindosh urug'imiz ashaqlarga o'rishdi-da bizni prepiskaga. Biz o'zimiz eli bo'lmasa yo qarindoshimiz bo'lmasa, shu narsani ham bir tegini surishtirib, kim beribdi bu yerga, nima orqali bo'libdi, sizlar jurnalistlar shu narsani ham bir tagiga yetib, shu narsani bir-birishidan so'raymiz. Bizni tinchimizni buzishdi, xohlagan mahallari, xohlagan vaqtlarda kirib, xohlagan ishlarni qilishdi. Kechqurunlari soat 2-3larda mana videolari bor. Anidan tomga chiqadi. Tomga chiqib, anaqa yugurlaydi. Soat 2 kechqurun. Mana video
Necha o'limgani ham bo'ldi. Aqrab yugurlaydi, baqirib, "Amma voyda" deb baqa chiqarlar, nima bo'libdi deb chiqarlar. Inam ag'daman chiqaman. Ano Shamsiyev, Nozim, razborchi bo'l 3-4 ta manaqa bolalarni olib kelib, mana turibdi deng. Tomga chiqdi. "Voy, sizlarga nima bor? Mana endi meni ota-onam bor. Mana endi kinchagim bor, xotin bola chaqam bor bu yerda. Nima qilsanglar bu yerda" desam, "Gapirmaysiz. Bo'ldi bo'ling, kirkitga qaydan chiqqan bo'lsangiz" deb mana turib razborchi bolalarni olib kelib, 102 qilsa kelmaydi uchastkovoy. Dedomlarni nomularda ana orqada cho'chchigimiz bor. Dedomlarning nomulardan o'rnatilgan cho'chchini. To'kka ham o'sha dedomlarning nomulardan foydalanamiz. Barcha anaqamizga. Endi ular o'sha o'tkaylik kelishdida cho'chchini ishini olib tashlab turib, qaydandir bitta pleni buzilgan bir eski cho'chchini olib kelib turib, ichiga tiqib qo'yishdi. Uni pleni buzilib qo'ysam, ishlab bo'larkan-ku unga. Bor. Ha, o'shani ham mana tegishli yordamlarga mana kecha mol kuni ham o'zi chaqirib, biz uchastkovoy men sizlarning ishinglarni ko'raman deb turib, tanimaymiz u odam. Uchastkovoyman deb turib kelib, ashula narsalarga bo'yicha ko'raman deb kelib, rasmga oldi-da, ancha bo'lgan ham ketdi. Uchastkovoy cho'chchini rasmga olib, ash tomonlama ish ko'radimi? Cho'chchi bo'yicha, elektriset bo'yicha, u elektriset xodimlari ko'rsa kerak buni, uchastkovoy ko'rmasa kerak. U telefon qilibdi, Nozim telefon qilibdi, Shamsiyev Nozim kelibdi-da, u odam kelib, nima bo'libdi, nima muammo dedi-da, kelib, ag'baqlarni rolondan rasmga olibdi-da, tashqariga chiqib turib, mana mashinami dedi, ha, mana shuna rasmga olibdi-da, mana qo'l qo'yib qo'ying dedi, ketibdi. Cho'chchi qayda hozir? Cho'chchimiz yo'q bizda. Ya'ni donglar nomidan cho'chchi qayda? Yo'qolib ketgan, nima qilishga bilmayman. Cho'chchini ishini sug'urib olib, boshqa cho'chchi qo'yishga elektrik o'sha 15-aprel kuni. Cho'chchi ham kimning nomidaligini ham bilmaymiz. Aytdim, xohlagan mahal, xohlagan odamlarni kirib, xohlagan ishini qilibdi-da. Video syomkasi bormi? Hamma narsasi bor, video syomka, hamma narsasi bor. Ichki ishlar, ashida katta-katta tanishlari bor ekanda bu bolani. Demakki biz 102 qilsa, bitta uchastka kelmaydi, u 102 qilsa mahalla to'lib ketadi. Ishonasizmi? Yolg'on emas-da. Ammani o'sha kichkina singlari, quloqlari yaxshi dedi, boshqa hamma narsasi yaxshi edi ularni. Zirani bu ammani quloqlari yaxshi eshitmaganligiga, bu ammani haligi jins ana nima qilibdi-da, haligi quloqlari yaxshi eshitmaganligiga o'zlarining hamma narsani yengil olib ketardilar. Nerga amma hamma narsani quloqlari yaxshi eshitganicha ko'tara olmasdan o'lib qoldilar mashinasini-da. Ko'tara olmadilar. Kelib to'polon qiladi, eshiklarni bang uradi. Oshi buzib tashlagan eshikni biz qo'yganmizda darvoza, katta darvozani buzib maydalab tashlaydi. Ana orqada turibdi-da. Amma simlarlar qo'llariga kaltani olib uraman deylar borib. Ayol kishi kelganmisizlar? 102 qilganmiz, kelmaydi unda. Unda ham kelmaydi. Yo'q, kelmaydi. Qo'rqadi. Shamsiyev Nozimdan uchastkovoyimiz qo'rqadi. Ikkita PPS mashinasi keladi, ichi katta haligi Li9 ashtaqa mashinalarda bolalar kelishadi mashinaga. Bolalar kelib, mashinalarni aynalashadi, hamma yo'qlarni aynalib, o'qilib, nima bo'libdi, nima yo'q deyishadi-da. Ashi bizda bir ikkita gap so'rashadi, ketishadi ashim bilan. Ana ertasi kun dedomlarni chaqirishadi. O'sha meni chaqiradi, okamni chaqiradi. Ashida o'tib ketadi. Kunlarimiz tunga aynalib ketadi, ashi Goradilda-da. Mana bu qo'shnilaringiz aytish bo'yicha bu yerda dad itlar ham ko'p bo'lgan ekan. Nima sababdan unaqa bo'lgan aka? Yo'q, itlar oldi bo'lmagan. Shu Shamsiyev Nozim itib keldi. Ash dad itlar kirib, janjal to'polon, qiy-qiy, quni-qo'shnilar hammasi bezor. Ash quni menga anaqa bezani kirib hammasi bittadan so'radi-da. To'polon kechqurun qiy-qiy qiladi ashida dad itlar. Mashinani olib ketgan qo'ni qo'shnilar ham. Bu tegishli joydagi anaqalar biz chora ko'rib berishmibdi. U tomonlama tushgan arizani ham chestni ko'rishdi. Biz tomonlama ariza qilsa, bizni kirishni отказ ko'rishdi. Mana hozir bo'lgan ish. Hani 2 soat oldin uchastka xonaga chiqib keldim. Ana siz yozgan arizalaringiz, dedim, men ariza yozganman. Dedimmi sog'liq yomonlashdi. Shamsiyev Nozim xohlagan vaqtda kirib, xohlagan ishini qilaverdi. Ashunga tegishli yordam ko'rib beringlar, chora ko'rib beringlar. Bo'lsa o'tkazaydi. Mana qayra amma bo'ldi, bularga ham bo'lsa o'tkazaydi desam, o'zi mana uchastka xonaga chaqirib, o'zi menga tushuntirish xatingizdan anaqa nusxa oldi. Bu yerda hech narsa topilmadi. Bo'ldi, chiqatayring deb qo'limga bitta nusxa qog'oz berishdi, chiqazverishdi. Mana bu videolarni taqdim etisizmi axir? Hamma narsani taqdim etdim. Qo'rqitdi. Biz qo'shnimiz. Beyde amma bo'ridilar 82 yoshlarda o'lib ketdilar. Bular qizliklardan burun shu xonadonda yashagan. Shu paytgacha opa-singil turmushga chiqishmagan. Qolib ketishgan, men bir devor qo'shnilarman. Lekin uy joylarni, mana amma uy dahlizlarini ishini men qilganman. Mana shu yerda qo'shnilar, mana asfalt guvoh.
u joyi qurgan usta bo'ran edi mahallamizda. Ham qarashgan, ham o'yi ko'targan odamlar bo'lgan. O'sha mahallada ammadan, manulidan boshqa odam manuli kelib yurardi. Ko'rmaganmiz biz. Lekin mehnat qilganmiz. Amma 82 yoshda o'tdilar. Shu xonadonga it kirmadi. It qarovsiz qo'yib ham o'libdi. Biz bir devor qo'shnimiz o'sha edi. Nevaralarim bor, kelinim bor. Misol nima ekanligini bilamiz deyi. Meni bilganlarim shu. Lekin Hozirgi acha kimlar? hozirgi acha ash xonadonni opa bo'ladilar. Uka o'lib ketdi 82 yoshda. Bular singil abalari bo'ladilar, opalari bo'ladilar. Lekin bu xonadon 82 yil bo'ldiki, ash amma borligida dedelarni ham ko'rganmiz biz usta pochchani. Xonadonga it kirmagandi. Biz endi kimga jalba qilishni bilmaymiz. U joy to'g'risiga kelsa, mana raddiga mana oshnam bo'ladi, mana xonadonda o'tirgan. Bu bola ham 60 ga kirdi. Onalari hayotlar, otalari o'tib ketganlar. Mana mashina ham bilishadi. Aka, yana masalan, ular kelayotgan odamlar, ya'ni da'vogarlik qilgan, hozir ularni taniysizmi o'zi? Biroq yo'q, anu o'zi dogovor qilib kirayotgan odamlarni, anu bitta bolaga berdim deydi, u bolani men bir marta ko'rdim 60 yil ichida. Hali ko'rmaganman. Na bir tut kesganni, yo na bir kelib iborka qilganni, yo bir qo'shniga salom alayk berganni biz ko'rmaganmiz, bilmaymiz ham. Mash mahallada, bu mahalla ham, u mahalla hamma bir-birini taniydi. Ishonmasangiz, mana qo'shnilar borishaydi, kerak bo'lsa bitta-bitta chiqib so'rab ko'ring. Na nizo chiqazini, bilib bilmay, mana bola shuncha mahal ashay ishigini ochdi, o'ldilar kumdi. Umra hajlarga olib berib keldi, duolarni oldi. Opa singillimi? Anaqdagi uyi qurgan iri qo'yton, o'lib qolishdi. Ammani rozi rizochiligida berilgan o'sha uy joy. Bular bo'lmagan. Bular qaydan keldi? O'roqda yo'q, bo'shoqda yo'q, xirmonda hosil deyiladi qaytimdan. Shuni bir turi bo'lib turibdi. Men Nasriddin Husniddin, shu yo'q qo'shniman. 80-yil tug'ilganman. Tug'ilgan yilimdan beri bilamanki, bu Hamidullo aka ancha yil oldin ketganlar biz yoshligimizda. Mana inson, men bilaman, shu odam qarab yurganini bilaman. Shu ancha yillarni. Sobitxon aka. Sobitxon aka ancha yildan beri shu ikkitalarga qarab yurganlar. Ancha to'palanlar bo'lib o'tdi. Bu to'palanning akti mana bitta acha o'lib ham ketdilar. Mana bular mana holatlar nargalari. Endi mana imoratlarni mana o'tgan shu inson qurdi. Endi davo qilishga haqli. Endi bu yerda ancha yil bo'lgan u odam ketgan ekan. Endi necha yildan beri bu inson qarab yuribdi bu ayollarga-da. Roziliklar bilan bir marta bu Sobitxon akaga o'tdi bu joylar hammasi. Yana o'zi qanaqa qilib bu to'palam o'ldi bilmaymiz. Bu yerda biz ham qo'ni qo'shni biz tinch yashash yo'q-da. Qachon qarasa bu yerda odam to'plangan. Buni bir yechimini tezroq topilsa, sal mahalla ham tinchroq yashaydi. Bular ham achaga yaxshi bo'ladi, sal bilamlar. Nima sizlarga xalaqit qilyapti? Endi har doim bu yerda baqir-chaqir to'palam bu odam bo'lmaydi-ku, bunaqa kelaversa. Qarashadimi achaga? Qarashadi, umralarga olib borishdi. Misol uchun tinmasdan ovqatda yedi, ichdilar, har nimada qo'ylarni so'yib ehson qilishadi. Hammaga ehson qilishadi. Misol biz bormiz, bizgacha kam ko'simizni, uylarimizni kam ko'si, bizni bolalarimizgacha kam ko's. Bitta men emas, mahallada nechta odam bo'lsa, qo'llaridan kelganicha mayli, ehson sifatida yordam qilishadi-da. Endi hozir qaynatamlar yo'qliklarni hisobiga bor dedilar. Endi erlik bo'lsam ham iloji yo'q chiqdim opa. Misol shaygada. O'zim yo'q, hech kim narsa emas. Men haligi ko'rib turib, bilib turman, 10 yildan bos bilaman bularni-da qanaqaligini. Video murojaat qilib chiqishgan ekan, 16 ta bino inshootimiz bo'lgan, biz tomonidan qurilgan. Yo'q. Mana shu yerda endi yolg'on bo'lmasa, mana shu yerda bittaligini qilib tushib ketgan, bitta pastdagi uy bo'lgan. Uy ham mana tutlarni, tashqarilarini qarang, xaroba xasta. Bular yana ham kelib sal bundoq epaqaga keltirib qo'yib, beylar o'rmon zor bo'lgan. Biz kelin bo'lganimizda achalar rossiyalik qilishardi. Xarob holatda, kiyimlari iflos holatda yurardi. Bular kelib oq yuvib, oqtaman ayollari, tinchoqlari sog' bo'lsin. Oq yuvib, oqtarab mana joylarini ham chiroyli pastellarni sol. Bular даже o'tirgan ko'rpachaga biz o'tirmasdik chiqib. Endi bular qaydan kelib bunaqa gap gapirishdi? Endi umuman to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. Haqiqatda bular aytmoqchi, uchastkavoylar umuman kelmaydi. Opa, kecha silab kelib to'palarlar, anelarda to'palar dang toshlarni qilib, ashno qilib umuman
Bu yerda tinchlik yo'qda. Mana hozir qaynatam bo'lganlarda ham mana shundoq bo'lganlar qaynatamam. Dod dedilar ham qaynatamda, kecha chiqibamda. Misol mana shu yerda qaynatam bor. 60 ga kirgan ular ham mana shu yerda itlarni olib kelib tashlashdi, boshqa qilishdi, qo'rqdi, boshqa qilishdi. Shunaqa holat kuzatildi. Mana sud bekor qo'yibdi. O'sha kadastr qilib, bizning uyimiz o'sha kadastr orqali domovoyga kirib olgan bular. Shamsiyev Hamidilla 25-yil 25-yanvarda 2014-yil Nozimjon turibdilar. Endi Nozimjon bitta o'zlari ikkita joyda kadastrda ro'yxatda turibdilar. Doimiy ro'yxatda. Bu yerda yashamaganlar, boshqa qilmaganlar mana mahalla qo'yib tanimaydi, ko'rmaydi. Qanaqa holatda kirib olish mumkin bu yerga? Kadastr xodimlari qilib beradi. Kadastr xodimlari qilib beraveradi buni. O'ykilik o'lchamasdan, boshqa qilmasdan, chizmasdan, o'y bizniki bo'lsa, hali nizo tugamagan bo'lsa, o'shadan bir aniqlik o'tishini haliga oydinlashtirib berishini so'rayman. Mana hozir yana qo'ni qo'shniga kiryapmiz. Bu yerdan ham so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'msiz? Mazangiz bu tomonga qarab o'tirib oling, menga qarab o'tirib olasiz. Mazangiz yaxshi? Ovora qildik. Shunchagina besentan ta'tortlandim. Men shuni Alloh o'nglasin, qatorda hammalardan umringiz qilinam, ziyoda qilib qo'ysin. Vodiyani baland qilsin. Bu qo'shningiz bo'yicha nima bilasiz, acha? Qo'shnilaringiz bo'yicha nima bilasiz? Joylar xaridorlar ham chiqdi, endi necha so'zlarni qilib. Dedamni sotgan odam xarob bo'ldi, dedamni sotma deganlar deb shoqqacha takaterma bo'lib shunda ep keldi. Endi qayraganda manda xabar beringki, men o'yda o'tirib bordi, haliga anaqam keladi-da, endi shularga rahmim keladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatish shaxsning sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi tuhmat yoki haqorat mazmunidagi chiqishlar qonunchilikka ko'ra javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Fuqaro N tomonidan video chiqishlarida sud, prokuraturaga nisbatan ayblov, kamsitish, odamlar orasida ishonchsizlik uyg'otuvchi provokatsion gaplar uchraydi. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni 6-moddasiga muvofiq ommaviy axborot vositasidan sud jarayonlariga noqonuniy ta'sir ko'rsatish, tekshirilmagan yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish maqsadida foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, sudlar to'g'risidagi qonunga ko'ra sud hokimiyati mustaqil bo'lib, sudyalar faoliyatiga har qanday shaklda aralashish yoki bosim o'tkazish qonunga xilof hisoblanadi. Shu munosabat bilan barcha taraflarni amaldagi qonunchilik talablariga rioya etishga, sud jarayoniga hurmat bilan yondashishga va yakuniy huquqiy bahoni vakolatli sud organlariga qoldirishga chaqiramiz. Sud hokimiyati mustaqil tizim bo'lib, har bir ish qonun va dalillar asosida ko'rib chiqiladi. Odil sudlovga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish yoki tekshirilmagan ayblovlarni jamoatchilikka tarqatish huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini eslatib o'tamiz. Biz esa ommaviy axborot vositasi sifatida jarayonlarni kuzatishda davom etamiz va keyingi sud majlislarida ham ishtirok etib, xolis axborot yetkazishga harakat qilamiz.